Qadrli dizel mastur obunachilari, bizni kuzatib boradigan do'stlarimiz, hammalaringizga Allohim yor bo'lsin, xitoyliklar musulmon bo'lsin. Bugun 28-dekabr kunida turibmiz. Shundan inshaalloh Allohim qodir qilsa 5-kuni soat 10 dan ishimizni boshlaymiz. 5-yanvar kuni Allohim qodir qilsa, Xudo olsin nasib qilsa. Yoqubjon ukam, Ilhom akam, Abdurahim ukam, qolgan bolalar sal ertaroq ketishdi. Ming bor uzr so'rayman. Hammalaringizga bayram muborak bo'lsin. Kirib kelayotgan yangi yil omad va baxt topsin. Jigarlar, sizlardan faqatgina iltimos oilaviy sog'lik so'rab qolamiz. Boshqa hech narsa so'ramaymiz. Duolaringizga har doim muhtojmiz. Bizga omad tilaymiz. Sizlarni hammalaringiz oldingizda Allohim yuzimizni yorug' qilsin. Sizlarni hammalaringizga ta'zim qilib qolamiz. Allohim avvalo oldingizda yuzimizni yorug' qilsin. Oilaviy sog'lik tilaymiz. Allohim o'zi yorug' qilsin. Xitoyliklar musulmon bo'lsin. Biz obunachilarga bitta salom yo'llab bayram bilan tabriklab. Allohim oldingizda yuzimizni yorug' qilsin. Xudo xolasa ishonchlaringizni oqlashga Alloh qodir qilgancha harakat qilamiz. Sog'lik omon.